Diqqat, Qashqadaryoda masjid imomi kaltaklangani haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Kecha 6-aprel kuni ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanidagi Xitoy jome masjidida imom xatibni 3-4 nafar fuqaro urgani aytilgan video tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi munosabat bildirdi. O'rganishlar jarayonida videodagi janjalda imom xatib deb ko'rsatilgan shaxs aslida masjidga namoz o'qish uchun borgan fuqaro J ekani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 3-aprel kuni soat taxminan 13:40larda masjidga borgan J va 2 nafar fuqaro o'rtasida o'zaro janjal kelib chiqqan. Hodisa oqibatida J yengil tan jarohati olgan. Ma'lum bo'lishicha, hozirda holat yuzasidan Muborak tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan S va E ga nisbatan Jinoyat kodeksining 277-moddasi bezorilik 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.